Ma'lon shahardan tashqariga chiqmaydigan buqachalar. Sizlar uchun mana zo'r uy topib berdim. 3.2 sotikli xonadonimiz, o'z ichida 3 xona uyi bor. Bu tarafda mana bo'sh maydonlari bor. Bu yerda turniy bor ekan. Kunda ertalab 20 tadan qilib tursangiz, bir oyda yelkani chiqarib yuraverasiz. Bu yerda zeleniy zonasi bor. Mana bu yerda o'zining shlaka blokli devorlari. Bu tarafda bitta xonamiz, bu mehmonxona ekan. Mehmonxona ham normalniy holatlar, remontlari zo'r. Ikkinchi xonamiz bo'lsa spanli. Spanlida ham remont yaxshi, ichida sanuzeli ham bor plus. Kechqurun tashqariga chiqib yurmaysiz, bo'talarki, shuni ichkarida maza qilib chayqanib yuraverasiz. Bu yerda o'zini full letniy oshxonasi bor. Bundan tashqari mana hojatxona, rakvinasi bor. Shahar ichida joylashgan. Narxini 65 ming dollardan tushib beraman deyaptilar. 60 mingga hozirda bermayapti ekanlar. Ikkita xaridor bor ekan. Kim asha 60 mingga qo'shsa, beraveraman deyaptilar. Narxi endi o'rta, sredniy narxda. Bu tomonimizda ham bitta xona bor ekan, o'zining darvoza xonasi. Tashqari oldi 22 metr chiqadi. Oldi ham uzun. Xolasi shuni buzib olib turib, bu joyimizga yangidan qo'rishsam bo'laveradi. Maytda mana 9-maktab joylashgan, 50 metrdan keyin shuni o'ngga burilsangiz, Cheremushkan svetoforga chiqasiz. Mana shu uylarimiz orqa tomoni Cheremushkanning machiti. Eng qiziq joyi bu uyimiz Uglovoyda joylashgan xonadonimiz. Shuni buzib olsangiz, bag'dan ham eshik bo'laveradi, bag'dan ham eshik bo'laveradi. Narx 65 ming dollar. Pastki raqamlarga telefon qilsalaring, surishni baraka qilamiz.